Nima qilamiz hozir biz? Nima qilamiz hozir biz? Trend-ku olaylik. Bitskimiz, qanaqa qilsa qilmaymanmi? Ketdim bo'lmasa. Bo'pti. O, sariq pishak. Mani ichkaridagi ko'kilagimni yaxshilab bir yuvganda dazmollab qo'ygan. Bugun kechki o'tirishim bu. Kiyib ketaman, tushundingmi? Ketdim mani. Bo'l. Ey, o'zim kir mashinaga yuvaman shuni. Qayerdan ham shu 2008-yil qizga uylanib. Bir nima yoqmaydi menga. Kim? Jinni bo'ldingizmi? O'zingiz taqilyapsiz-ku. O'z senga uylanib bo'lib, asta-sekin shu miyam ham ketyapti, bilyapsanmi? Krisha bo'lib qolyapman. Tishdaka, yangi iPhone olib bering. Au, eski telefoningga nima qildi? Uni zaryadkasi ushlamayapti. Bilasizku, Instagramga kiramasam, tilim tortib ketadi. O'zi bo'lgu shu qaynonajonim bo'lsan, igri o'ynab tuqqanlam deyman-da, hech bir qo'lingdan telefoncha tushmaydi-da. Olib berasizmi? Ha, bo'pti. Bir tanishimning oson narsa degan do'koni bor. Har xil smartfonlar sotadi. Eng muhimi, garantiyali ham ishonchli. Shulardan bitta olib kelib beraman. Ish qilib yaxshisini qilib beradimi? Qilib beradi. Qilib bermasa, kibr ekan. Qizlarjonlar, bugun sizlarga bir dona pivo evaziga uydagi idishlarni oqartirishni ko'rsataman. Bo'ldim. Mana ozgina qoldi, aylanib ketayda. Mana men chiqib ketdi. Mana, yaxshi hammasi. Mana bu sizga. Ham kedim.